Uyghur diasporasının bundan keyin bu baştan geçirgen bu krizden keyin yeni idare hayat bilen muhaciret hayatımızdaki bütün dünyadaki Uygurlarını maksat kıladım. Birlikini saklaş, küçeytiş hakkında nimelerni qilishimiz kerak deb o'ylaysiz? Bu savolni mo gerçi men qaror shaklida emas, tavsiya shaklida so'raldi deb o'yladim. Evet. Biz muhacirat hayotimizga qaraydigan bo'lsak, shu Sharqiy Turkiston davlatimiz shu mustamlik qilingan chog'dan tortib, uning oldiga chiqqandan ba'd chiqib istiqomat tijoriy shaklda qolgan bo'lsa, asosiylik muhacirat hayotimiz, davlatimiz tuproqlari shu mustamlik ostida qolgandan keyin zo'rliq, ya'ni o'zimiz xohlamagan shaklda chet ellarga eqishga, ko'chman bo'lishga majburan oldi chiqdik. Albatta bu majburan oldi chiqishdan oqibida cho'ng bir musibat bor. Davlatimizni ayrilib qilish, xalqimiz chekayotgan asoratlar, hozir yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik va boshqa insoniyatga xilof bo'lgan jinoiy qilmishlar, bu rezil davlatga dunyoninki sukut qilishi va shundaqla bu siyosatlarniki ijro etidiki maxfiyligidan tortib, uning oshkor qilinishi, yolg'onligidan tortib tashviqotlargacha va hatto buning ichida o'zimizni, ya'ni o'zimizning millatining tarkibidagi odamlarni ishlatib o'z kuchini o'zining yig'ida qo'rish siyosati bilan qilayotgan bu murakkab vaziyatda muhojiratga chiqqan o'zining birinchisi mustamlikadan qutulgan siyosiy erkinligini ko'z tutaydi. Ikkinchisi chet elga chiqqandan keyingi o'zining tirishchanlik orqali qo'lga keltirgan bir muqim ijtimoiy hayotini ko'z tutaydi. Uchinchisi bu muhojiratdagi yashayotgan zo'r to'plamlarningki o'rtaq orzusi bo'lgan, nishonimiz bo'lgan, biz nima uchun harakat qilamiz degan bir savol. Ya'ni davlatimiz qo'lga kelsinmi yoki biz davlatsiz mushbat yashablam o'lgicha xotirjam ketamdiq degan bir ani prinsipga dalolat qiladi. Bu hammadan muhim omil. Har bir shaxs muhojirat, har bir to'plam oldi bilan "Menga Sharqiy Turkiston degan davlat kerakmi?" degan savolni so'rasin. Buni xiyoldan, manzirdan olqib ketgan, o'zining yuragiga bog'lagan bir da'voga aylantirgan chog'imizda "Menga davlat kerak" deb o'tirib chiqqan chog'ida biz birlik kela olamiz. Mana bu bizning birlik kelgan birinchi yo'limiz. Ikkinchi yo'limiz, biz 1000 yildan beri, 1000 yildan ortiq bo'ldi, bir o'zimiz sharaflangan bir kimlik bilan yashayapmiz. Ya'ni islomiy kimligimiz bor. Buningdan bir faxrlik tuyg'uda butkul jamoatlar o'zini alhamdulillah men musulmon deydi. Men musulmon deb oshkor deyamaganmi, cho'shib kishiyamsan yemayman deydimdi. Bu oddiy shakldan biz o'zimizga sharaf akkagan. Chunki sharaf akkagan deganimda Sulton Bo'raxon bu islomiy bir imperatorlikni qurgan. Uningdan keyin bizning ichimiz yashangan mayli Amir Temurning nimisida bo'lsin, mayli Boburnikida bo'lsin, mayli Saidiya davrimizda bo'lsin, mayli keyingi hozirgi biz yashayotgan davrda o'zimizning ichidagi shohidlarimiz ko'rgan islomiy jumhuriyatimizdan tortib Sharqiy Turkiston jumhuriyatimizgacha bo'lgan bu haqiqiy qabul qilingan bu tavalliklarning hammasining bir ijtimoiy alaylik, ya'ni kimligi musulmon to'plami. Xo'sh. Unda olgan ekanmiz, bu masalada biz ixtilof kelmay, buni biz inshaalloh biz o'zimizningki diniy kimligimizni erkin holatda, mag'rur holatda, sharaflangan holatda birlik kelsak, menimcha bu yerdan birlik kela olamiz. Hay, masjidda chaqirimiz Allohu akbar sadosi bilan u qalbimizning qaysi taraf bo'lishidan qat'iy nazar, Hayit kuni bu boshqa bir jinoz namozi bo'lgan chog'da hamma odam bir yerga keladigan birdan bir simvol shu. Men jinoza namozida namoz kelgan odamdan jiq odam keldi deb ishonaman. Tushundingmi? Magatning asosi bor. Nima uchun degan chog'da bu insonlar garchi o'zining ichida oshkor jasorat bilan e'lon qilmagan taqdirda yanalar o'ziningki musulmon qimmatiga hurmat qiladi, suyudi, qo'g'daydi. Balalariningki islomiy yo'l bilan tarbiyalanib, axloqininki go'zal bo'lishini hamma ota-ona orzu qiladi. To'g'rimi, xatomi? Hargiz bolasiningki men hozir bir Uyg'urninki, Sharqiy Turkistonlikninki balam xristian bo'lib ketsa mayli deb yo'l qo'yganini ko'rmadim. Haqiqiy Sharqiy Turkistonlik bo'lsa. Unda bo'lgan ekanmiz, bu davlat prinsipi, bizning diniy o'zimizningki qimmat qarashlariga hurmat qilgan bu prinsipimiz, anandagi muhojiratda bir nuqta bor. Hammamiz bir musibat sohiblari. Hammamizning qalbi qirg'iliq. Hammamizningki oilamiz, yaqinlarimiz, tuqqanlarimiz shu zolim Xitoy degan bir davlat,
davlat sistemasi, davlat armiyasi, davlat iqtisodi va shu davlatning nüfuslar tarafidan tajovuzchilik uchrayotganligi uchun mush qimmatli birlik kelishimiz kerak. Ya'ni Xitoy degan dushmanninki Xitoylar bizni tuniganchilik darajada tunishimiz, hatto uningdan yuqori tunishimiz kerak. Xitoylar bizni tuniganlik uchun bizga qanday siyosat yuzgirishini planlab bo'lganlik. Yillab, 10 yillik, 20 yillik deydi. 5 yillik plan, 10 yillik plan deb deydi-ya bular. Shu va bizmi o'xshashlam Xitoy bo'lgan bu dushmanimizga mücadele qilishimizni o'zimizningki haqiqiy tushunchimiz, yuqori deb o'tilgan nuqtalarimiz bo'yicha davlati, davlat apparati, davlat sistemasi, iqtisodi, armiyasi, insonlari qatorliq muhim bo'lgan komponentlarning hammasiga qarshi harakat o'taydigan bir mexanizmni chiqargan chig'imizda bu birada cho'ng bir yoki bu sondagi birlik emas, bir fikrdagi, bu harakatdagi va ijroiyatdagi birlikning vujudga chiqishiga Alloh xolis ishonchim bor. Chunki dünya hazır murassiya qilayotgan, bo'y egayotgan va shundaqla taslim bo'layotgan bir vaziyat Xitoygacha dunyo shuni oladi. Ammo uning taslim bo'lmagan dunyoda hozir zaminning tepsida birlam to'planmoqlar. Ya'ni Sharqiy Turkistonliklar. Shunlashqa faxrlik bilan deymiz, musibatimizni o'ylaylik. Chunki bu orqali biz tajribamiz bilan kelgusi manga yo'limizni belgilaymiz. Ammo o'zimizning tushirdigan psixologiyadan o'zimizdan shu qadar kuch sahip ekanligimizni, ruh sahip ekanligimizni va shundaqla agar birlikka kelalasak, cho'ng-cho'ng ishlarni birga chiqa oladiganligimizga tavsiya qilaman, bunga ishonishga tavsiya qilaman.